Qucha naylik 4-o'rta maktabning o'qituvchisi Muhammad Tursun Doimning 11-oydan buyon tutib turilayotganligi oshkorlandi. U ishlaydigan maktabning to'rida bo'lsa, uning texi 1 yil burun namunachi o'qituvchi bo'lib baholanib, mukofot sahnasiga chiqqanligi xabar qilingan. Uyg'uriya Olib nomli Facebook hisobida tarqalgan uchurda Muhammad Tursunning bultur 4-oyda noma'lum sabab bilan tutib ketilganligi bildirilgan. Erkin Osiyo radiosi muxbirlari mazkur maktab bilan telefonda aloqalashib ahvol egilashga tirishgan. Maktab doiralari uning tutib ketilganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, bu masalaning davlat maxfiyatligi ekanligini aytib, uning haqida uchur berishni rad qilgan. Muhammad Tursunning 25 yillik ximiya o'qituvchisi ekanligi ma'lum. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoyning Wuhan virusi vabosidagi jinoyatini Italiyaga ortishga uringanligini ogohlantirdi. Dünya Uyghur Qurultayining rasmiy ommaviy taratquv hisobida e'lon qilingan uchurida Xitoy Kompartiyasi hozir Wuhan virusi jinoyatini Italiyaga ortmoqchi bo'layotdi. Xitoy to'xtamasdan yolg'on va xato uchur taqitidi. Bu yangi bir ahvol emas. Xitoy 2 milliondan 3 milliongacha Sharq Turkistonlikning yig'ilish lageriga qamalganligini inkor qiladi deyildi. Dünya Uyghur Qurultayı Xitoy Kompartiyasining zuvoni bo'lgan Yer shari vaqt gazetida e'lon qilingan bir xabarga qaraganda yuqorqi uchurni yo'llagan. Yer shari vaqt gazetining xabarida nurg'un dokladga asoslanganda noyabr va dekabr oylaridan boshlab Italiyada Wuhan virusi alomatlariga o'xshab ketadigan aniqlanmagan bir o'pka yollig'i yuqumi yuz bergan deyilgan. Xitoy Wuhan virusiga qarshi turishda amaliy ahvolni yo'shirishi va xato uchur tarqitish sababli dunyo jamoatchiligining noroziligi uchirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Xitoy virusi nomini ishlatdi. Nurg'un mutaxassis bu virusning Wuhan shahrida ogohlantirishlarga qaramasdan taqalmagan yovvoyi hayvonlar bozoridan tarqalganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş katibi Antonio Guterres, sinliq yig'in orqali o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida 20 davlat guruhi davlatlarining rahbarlariga Wuhan virusining tarqalishiga qarshi turish xati avatganligini, taraqqiy qilayotgan davlatlarning g'oyat zo'r qo'llashga muhtoj ekanligini ta'kidladi. Guterres 20 davlat guruhiga a'zo davlatlarni pul muomala markazlarini qutqizibla qolmay, balki yana korxona va jamiyatni qo'llash planlarini e'lon qilishga, taraqqiy qilayotgan davlatlarga bo'lgan yordamini 2 xonlik songa chiqarishga chaqirdi va 20 davlat guruhi rahbarlari bilan telefon yig'ini orqali ko'rishishni planlayapman dedi. Amerika Kengash palatasiga yangi tipdagi Xitoy virusi yuqumiga qarshi turish uchun sunilgan 2 trillion dollarlik iqtisodiy rag'batlantirish plani ikkinchi qitim rad qilindi. Cumhuriyetçiler Partisi bilan Demokratlar Partisi o'rtasida bir necha kundan buyon suhbat ilib berilayotgan va umumiy majlisga kirish uchun kam deganda 60 Kengash palata a'zosining qo'llashiga erishish kerak bo'lgan bu qonun loyihasi 49 biletga erishdi. Oldin bilet tashlashda virus sababidan karantin ostida qolgan 5 Kengash palata a'zosi qatnashamadi. 46 Demokrat Kengash palata a'zosining qarshi ovoz berishi Cumhuriyetçiler Partisining noroziligini qo'zg'adi. Cumhuriyetçiler Partisi, Demokratchilar Partisining muhit, klimat va energiya qatorliq yuqum ahvoliga munosabatsiz masalalar uchun boylik taqsimlashga uringanligini aybladi. Demokratchilar bo'lsa, Cumhuriyetçiler Partisini cho'ng shirkatlarni haddidan ziyoda yo'lab, sog'lomlik ehtiyojiga sal qaradi deb aybladi. Xitoyda paydo bo'lgan yangi tipdagi tojisimon virus butkul dunyoga vahima paydo qildi. Turk dunyosimi Xitoy vabosi bilan davomli kurash qilmoqda. Azerbaycan Turk dunyosida tunji bo'lib Xitoy virusining ta'siriga uchirgan davlatlarning biri. Azerbaycan 2020-yillik Yevropa futbol musobaqasiga sohibxonlik qiladigan davlatlarning biri edi. Yevropa futbol klublari birlashmasi musobaqasining 2021-yilga kechiktirilganligini e'lon qildi. Qirg'izistonda Xitoy virusiga qarshi jiddiy holat e'lon qilindi. Hozir Qirg'izistonda 14 nafar yuqumlanuvchi bor. Bishkekdan Moskva va O'shga qatnaydigan haftalik navbatchi aeroplanlarni hisobga olmaganda, barliq navbatchi aeroplan va poyezd safarlari to'xtatildi.
Barlıq ma'rif aparatlari 2020 yılı 4 ayning 8 kunigacha dam ilishga qo'yib etildi. Qozog'istonda Prezident Toqayev davlat shirkatlariga neft bahosining tuvanlishi va Xitoy virusi bilan kelib chiqqan iqtisodiy masalalarni bartaraf qilish uchun chet el pulini setishga buyurdi. O'zbekiston chegarasini taqashni qaror qildi. O'zbekistondagi yuqumlanuvchilarning bir nafaridan boshqalari poytaxt Toshkentda bo'lib, Toshkent karantin qilindi. Hukumat poytaxtdagi ommaviy qatnashni chekladi. Hozir faqat chet elliklarning chegaradan chiqishiga ruxsat qilinadi. Türkiye'de Xitoy virusi bilan o'lganlar 37 nafar bo'lib, yangidan 293 kishining bayqilishi bilan yuqumlanuvchilar soni 1529 ga yetdi. Səhiyyə ministri Fəxriddin Qoca, biz davlat ichidagi nafaslantirish uskunalarini turkumlab ishlab chiqarishga boshladik dedi.